Mosh. Me'morlar ham Alaykum. Va alaykum salom. Yaxshi. Yaxshi barsizmi? Shukr. Mana bu yerga ovqat olib bir avval bilan davom etamiz. Lutfan Gelmeyin uzatlarda. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qandaysiz? Yaxshiman. Siz yaxshi jonajon. İnşallah bir yeleklarda kiyib olibsiz. Ha. Jelakda. Jelakni kiyib oldik, jelaklar. Xo'p. Ko'p Alhamdulillah. uzoqdan yaqindan keldilar, tashrif ketdilar. nima chiqadi ekan? Qanday ko'ryapsiz mayfilni? Qanday jo'shqinli, qanday? Salom. Assalomu alaykum Rais sahibi. Va alaykum assalom. Qanday ko'ryapsiz mayfilni? Qanday jo'shqinli, qanday? Bu mahfil ya'ni juda ham qiziq bir mahfil bo'ldi. Turkiston Birligi uyushmasi tomonidan bu mahfilni bizlar yo'lga qo'ydik. Hadafimiz bu ediki, qavmlarni, turk taborlarini, o'zbek, turkman qavmlarini hammasini birlashtirib, shu yerga bir joyga yig'sak, Navro'z bayramini va Hayit bayramini shu yerga birgalikda tajlil etsak va ko'p ham yaxshi o'tdi. Maşallah tuxumlarni hammasini siz o'tib oldingizmi? 5 dona bu, bir 5 degani ham olib yeltib men o'rga qo'yibman hali. Yetdingizmi? Ko'p yaxshi. Ko'p yaxshi. Bu xotinlar kuni tug'im kunligini, misol xotinlar kunlari yana. Xotinlar kunlari uchun to'plandingiz. Bu to'plamimiz yo'q. Xotinlar kuni uchun emas. Hayit bayrami uchun va yangi yil uchun, Navro'z uchundir. Ha, Navro'z uchun to'plandingiz. Bali. Ha, ko'p Navro'z yaxshi. uchun bizlar bu barnomani oldik, bu to'plamni va hamma biz o'zingiz ko'rib to'xtabsizlar, hamma qavmlar, do'stlar, yorlar birga yig'ilibmiz va o'shan o'yinlarga, o'zbeklarga oid narsalarni o'sha yerga bizlar ijro qilyaptik. Ko'p yaxshi. O'shanday ko'rasiz, burga sumalak bor. Sumalak bor, mana bu g'alla urishtirish yo yumurtqa urishtirish bor. Ob nabot bor keltirib biz, nishonlar bor, samanak noni bor, hamma narsa bor. Sumalaklarni men ko'rmadim. Qayerga bu sumalak? Sumalak Enoburgada, darvozani oldiga. Darvozani oldiga bo'ladi, o'sha yerga borib ko'rsangiz, hozir mardumga tavsiya qilyaptilar. Rahmat sizga. Rahmat ko'p. Rahmat sizga. bir chiray boshqa ham 50 so'mdan qilamiz sizga. Men bir dona sotib olaman. Durust. Har kim xolasa sotib oladi va bu pul Turkiston Birligining xazinasiga ketadi. Xo'p, bundan nishoni bilan qo'yma. Yo'q. Nishoni qilgan emas, uring. Xo'p, bizdan keyin har kimki xohlaydi, albatta bolalardan emas, Inog'alarimiz. opa-singillarimiz, ota-xonlar, akalar, har kim xohladi 2 kishi yumurta urishib oladi. Buni bilan keyingi faranglarimizni, urf-odatlarimizni ko'rsatishda bo'linamiz. Birinchi. Ikkinchi, bo'lmasa xohlaydi. Yumurta xolasa 3 kishi, 4 kishi, 1 kishi olamiz, 2 kishi, siz 2 kishi olamiz. Xo'p. Shu tomondan sizlar olaylik unda. Shu tomondan, ayollar shu tomondan, erkaklar bu tomondan, Xo'p. Erkaklar bu tomondan. Janob Isoxon, unda sizga mas'uliyat beramiz. Hamma erkaklar bilan. Xo'p. Opa-singillardan bormi? Opa-singillardan. Opamiz olamiz, sizlardan qolaysizlarmi? Qolmaysizlar. Siz keling. Faqat mayda bolalarni hammasini joyiga olaylik, iltimos sizlarga. Qo'ylarga singillar. Keling. Sizlardan. Buyurlar. Faqat bir Shu ketadi hammasi. Hammasi so'rayapti. birinchi.
Janob Isoxon, sizga bir vazifa beramiz, iltimos qilamiz. Siz ham yumurtalarni tutyapsiz, ham bizlarni xazonadorimiz bo'ling. Har kimga oladi, pulni Janob Isoxonga beradi. Xo'p, birinchi. To'lirlar puldan degan. Qaysin? Siz 10 sepga bering, qo'ldan ushlasin g'allani. Siz pul bering. Siz pul bering. Tamam. Birinchi bilan olamiz. Xo'p, mayda bolalardan sizlarni joylarga o'tiringlar. Avval bular chiqib sinbega Xo'p, izlaymiz do'stlar. Rasmiy o'g'irlaymiz. Xo'p. Ya Allah. Olqish. Xo'p. Janob Ro'za Xalilov. Kunlab hech qolamasdik sizga yordamchi bo'lsam, g'ala o'yin bu. İki ayrı versinler bana. İki ayrı. Rahmat. Bir olqish olamiz qolib Ro'za Xalillovga. Maya neyre biki? kim olur pulunu verir. Xo'p, bolalarni lutfan joyga olamiz. Iltimos. Benim nomor kalla o'ltirmaysiz. Oling bir tamam meni g'azab bor. Tamam bo'lsa sonra kiramiz. Mayda shirda xolos bo'lsa. Alisherxon. Brandamiz sonra. Qo'shilmang. Aysin. Mayda bolalarni lutfan joyga olamiz. Agar samimiy. Kirpa. Xo'p, arqaga olaylik. Sizlarga arqaga birdan. Shuruz, bir minut. Xo'p, opa singilimiz akamiz. Yumurta urishimizni ko'ramiz. Bugun ko'rsatdimki, bu o'yinni zo'ri, bu o'yinni qudrati kimni qo'lida? Boshlaymiz. Olqishlar. Qattiq o'rgan. Hozir esa janob Orun Sho'roq keladi. Atman. Qo'shdik. Olki beradi tuxumni. Mayda pul bering, mayda. Esda beraman. Yürü. Mayda yo'q. Yo'q. Qolgan yumurtalarni opa singillar bilan davom etamiz. Lutfan
Ota o'g'il orqasi. Zindabod manaka. Bilamiz senga. Yetdim. Zo'r g'alla. Utdingiz, boqdingizmi? Yo'q, yetdingizmi? Oling sizni. Keling. Yavrulardi. Biza Shanghai. Alifa so'ying kanalda. Hoş geldiniz. Qandaysiz? Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Rahmat sizga. Shukr, yaxshi. Idingiz muborak bo'lsin. Sizga muborak bo'lsin. Namoz Sizga qabul muborak bo'lsin. bo'lsin. Qanday bo'ldi? Baqayir nimalaringiz? Nimani? Tuxumda uttirdingizmi? O'tirmadim. Xo'p. Ammo farq qilmaydi, chunki birinchi daf'a edi. O'zim uncha bilmaydim, ammo bozam yaxshi o'tdi. Ko'p yaxshi. Ko'p yaxshi, rahmat sizga. Tashakkur. Boshqa bu nimangiz, seçim qanday o'tdi? Intixobot qanday o'tdi? Siz bu yerga qozondingizmi? Qazonmadim, ammo farq etmaydi, chun birinchi daf'a edi. Inshaalloh yana ikkinchi daf'aga yana ko'shish qilaman-ki bo'lsin degan. Ammo yaxshi o'tdi, chunki birinchi daf'a edi, bir ko'rdim qanday nima zotni o'rganmay, zotlarni endi yaxshi o'rgandim, bilaman degan. Ammo ko'p yaxshi, ko'p zahmat qildingiz, ko'p chopdingiz, nima qildingiz, yaxshi. Tashakkur, shu zahmat kerak degan, bo'lmasa biduni zahmat bo'lmaydi. Shu birozgina yaxshi bo'ldi, chunki endi bizni afg'onlarimiz, o'zbeklarimiz biladiki, men ham bor politik qilaman. Men majbur emas-ki parlamentga o'tirsam, boshqa zotlar ham bor-ku, unga shu bilan yordamimiz bor, o'z nafarlarimizga boydi, uchun ham bo'lsam, endi ayta olmayman, xo'p men o'tmadim, endi uyga o'tiraman, zot qilmayman, unday emas. Boyat shu aytgan ishlarimni bozam qilsam, chunki u muhim. Ikki palvon maydonga chiqdi zaman bittasi yeniladi. Farq qilmaydi. Bittasi o'tadi, bittasi yeniladi. Ammo ko'p yaxshi. Ko'p yaxshi. Bu ilk defa tuxumda urishtiryapsizmi? Birinchi daf'a edi. Chunki Afg'onistonga ham qilaydik, ammo u vaqt ko'p kichkina edim, yodimga yo'q. Shu paytda men ham boyat bir daf'a ko'rak qanday bo'ladi. Yaxshi, sizga rahmat sizga. Rahmat. Assalomu alaykum. Va alaykum salom. Otingiz nima? Mani otim Safiyulloh. Safiyullajon, qayerga siz Xonbirga yashaysizmi? Yangi keldingizmi Afg'onistondan? Men Olmonda tug'ildim, Hamburgda. Xo'p, ko'p yaxshi. Mashallah, bu yelaklar qanday? Yelak yaxshimi? Rasmiyatimiz o'zbek turkmandir rasmiyati mana bunda yelak kiyadi. Qanday ko'ryapsiz? Bular ko'p yaxshi, onam berdiman ya. Xo'p, Bu kulay ko'p yaxshi. ko'p yaxshi. Sizga ham bitta kerak bo'lsa, beraman sizga. Rahmat sizga, rahmat. Qanday? Siz bu yerga tug'ilgansiz, bu yerga nima nechigacha o'qigansiz? Dars o'qigansiz? Men abituriyentni yetdim, endi doktorlik o'qitdim. Endi 2 yil qoldi, so xalos bo'laman, so doktorman. Ko'p yaxshi, ko'p yaxshi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qandaysiz? Yaxshiman. Siz yaxshi, joningiz baxir. Yaxshi borsizmi? Shukr, alhamdulillah, yaxshi. Qandaysiz? Yaxshi borsizmi? Sihatman. Baxirman, xush kelibsiz. Shukr, xush bo'ldik. Mashallah, bu vatani, bu Turkistonda libosi sunnatini mashallah kiyib olibsiz. Ya, buruz Turkiston birligini nimasasi bor edi. Bu yerda qavmlar bilan, qishlar bilan o'zbek amatorlar bilan bu yerda buruz uni tajdid etamiz. Ko'p yaxshi. Bu barnomangiz har
har yilga bo'ladimi ya bu yilga bu barnomani oldingizlar? Bu qancha vaqtdan beri bu barnoma ya'ni yo'q edi. Bu barnomani bu yil hammamiz bir joyda ya'ni bir plan etdik. Bugun endi buni tajridamiz burada. Oyanda yilga ham Xudo mehribon agar jon sog'lik bo'lsa, oyanda yilga ham inshaalloh o'lmasak tajrid olamiz. Ko'p yaxshi. Bu barnomaga bergan misoli bu Navruz qutlamani qutlayapsizlarmi yo ayollarimizni, bu opalarimiz, singillarimizni kunini qutlayapsizlarmi? Burada bu Navruzni biz bu yerda qutlayapti. Navruzni bu yerda biz ya'ni tajrid olamiz. Navruz tajrid olamiz. Navruzda ham ayollarimizni nima ham kunini ham shu kunga denk olib kelib shu ikkovini birdan qutlayapsizlar-da? Ya genau. Aha. Bugün ham ayollarniki ham erkaklarniki bu Navruzni burada bir munosabat, bir tabxushlik bilan bir o'zbek narsalarning ichida, millatimizni ichida biz bu yerda tajrid etamiz-ku, hammamiz bir joyda men bunga ko'p xursandman. Bu sunnati ko'ylakda har vaqt kiyasizmi yo bir shunday bir Navruzga nimaga kiyasiz? Bu bir ko'p yaxshi bir jolib gap bu. Men taxriban 3 yil bo'ladi Olmonga zindagi qilaman. Biron to'y bo'lmasa, biron arusi bo'lmasa, biron mahfil bo'lmasa, kolosh bilan kiyganim yo'qman. Burski yotdim, endi o'zimga his etamanki, bu qanday to'xtabdi meni jonim ya bugun. Chunki 3 yildan beri bo'raman zindagi, ya'ni hayotim mana shu yerda zindagi yashayman. 3 yildan beri patron dirishi bu bilan bir zindagi qilaman. O'z sunnati albisangiz qancha yaxshi ko'rinadi. Sunnati bo'lsa ko'p yaxshi. Ovqatam ko'p yaxshi, men buruz buni bir kiydim, boshqa raqam e'sos qilaman. Rahmat sizga. Aka sizni bir taniyay. Mani otim Shakib, taxallusim ibodiy. 2 yil bilan taqriban Olmoniyada va bu yerda yashaymiz, Hamburg shahrida albatta. Va xush kelibsiz. Xush bo'ldik. Rahmat sizdan. Maşallah bugün bu nima holi xotinlarda ayollarimizning misoli kunigami yo shunday bir har vaqt shunday jashn olasizlarmi? Albatta bu 2025-da birinchi bor tashkil etildi. Bu Turkiston birligi tozalikda bu javonlarni himmati bilan va javonlarni ko'shi bilan va alhamdulillah to'rtta ro'shan fikrni soyasida avvalambor bu mahfilni burada ijro etdik. Bizning hadafimiz Turkiston birligi deb o'zbek turkmanlarni bir araya keltirish va burada buni ko'rkazish kerak Sadi jahonga Afg'onistondan tutib Amerika, Yevropa, Avstraliya tamom kishvarlarni aylanibki o'zbek turk tabor deya bir millati bovqor, bosharaf, boizzat, bofikr Sadi jahonda bor. Buni Sadi jahonga behtarin shaklda, behtarin kulturimiz bilan, behtarin zabonimiz bilan ko'rkazish uchun bu mahfilni biza ijro etyapmiz albatta. Ko'p yaxshi. Siz sunnati ko'ylakni kiymabsiz. O'z nimangizda qiyofai Turkiston, turk nimalarimizni, turkman albisalarimizni nimachi kiymadingiz? Albatta hozirliksiz yaqalandik biz. Men Italiyada edim, toza keldim. Onun uchun dedimki, bir soat bo'lsa ham bu mahfilda ishtirok etishim kerak. Va bu kulturda qalban yashash kerak. Onun uchun hizli bir shaklda, tez bir shaklda o'zimni keltirdim bu mahfilga va voqean asosiy qalban yaxshi bir esosim bor ki bu mahfil yilda bir raund mutasifona tajlil bo'lishi uchun tezkor shaklda keltirishim kerak edi. O yüzden kiyolmayib qoldim. Rahmat sizga. Xalos bo'lmayman men. Voy. Qayerda ma'nis kelinim yo. Bu o'g'lim 35 yoshga kirdi. Layli deyaptimi shu? Layli deyaptimi? Bizdan topibmi? Bacha, layli deyapti nima gap? Bir tuyit kelin odam bersin, bir nevara ko'rsin. Men qolima o'lmasin, navbat kelin ko'rsam, nevara ko'rsam. Hay Gatel. Wenn ich heiraten muss, dann nur mit Leili. Niemanden sonst. Ansay Leili mi? Ansay. Bo'lmaydi ansay Leili. Bu biza bilan barobar emas. Bitte Mutter. Nur mit Leili. Nur mit Leili.
Boraman. Xijolatchiga boraman, lekin biz holi qaytib kelamiz biza. Biza pas biz holi qaytib kelamiz, ular biza bilan barobar emas. Yura. Qaridim. Mana olsan. Men qo'limdan nima bor? Nima kim beraman? Yaxshi keldingizmi? Charchamaydingizmi? Baxir bormisiz? Ayting. Bir gap bor o'zi. Ayo. Yo, ay, nima gap bor? Tushunsangiz, katta dugonlarimni dugonamni huquqini tushunasiz ekan. Nima gap bor? Bilmayman. Yüzünü aç. Barakallah. Güller, dokanli güller. Hangi oğlum bana kuş şakarı? Alaykum, otim injener Nosir. İnjener soyib, qandaysiz? Yaxshi, rahmat. Navro'zingiz qutli bo'lsin. Sog' bo'ling, sizniki qutli bo'lsin, millatimizniki qutli bo'lsin. Maşallah bu yeleklarda kiyib olibsiz. Ha. Jelakda. Jelakda kiyib oldik, jelaklar. Xo'p, ko'p yaxshi. Anonamizga. Ko'p yaxshi. Bu jo'shqi, bu nimani qanday ko'ryapsiz? Qanday jo'shqili? Ko'p yaxshi bo'lgan, ko'p yaxshi arkadaşlar bu mahfilni tartib bergan odamlar. Xonalari obod, qo'llari og'rimasin, ko'p yaxshi mahfil. Mana g'alla urishtirdik, mana g'alla yeltdik, mana g'alla qissamgan bor. Xo'p, bu tuxumlarni siz tuxumlarni nechtani yetdingiz siz? Men endi 5-6 tani yeltdim, boshqalarga tavsiya qildim, berdim, yesilladim. Bu bir tuxumlarni siz yetdingiz. Bu an'ana degan bu. Bizda kichiklik vaqtimizga bu tuxumni urishtirardik. Men aslan Sarpuldan bo'laman. Sarpulga bu ko'p katta rivoj. Shu tuxumbozlik. Mana bergan vatandoshlar shu rivojni qilgan. Bu mahfilga bir narsa kam bo'ldi. Bir palavonlik ham ko'p bo'lsaydi. Purra bo'ladi. Sobiqqa marhum Oqmurodboy sog' edilar, hayotga edilar. Marhum Ojisayev Sodiq bor edilar. Qori Abdurahmon bor. U kishilar bor edi. U kishilar sora gurashni ham sozmondagi qiladilar. Ba'zilar qonun oliydi, gurashga yiqitgan odamlar. Tilla uzziga olgan odamlar bor. Ko'p yaxshi bir o'sha sobiqa an'anamizni tamsil qiladilar. Bu ham inshaalloh endi mana bu anjuman yana oyoqqa to'xtayapti. Inshaallohki oyandalarga bu programmalar bo'ladi. Sarpulni qayerdan bilasiz? Sarpulni shahridan, Guzarishoondan bilaman. Men ham Sarpuldan bilaman. Sarpulni qayerdan siz? Men Sonchorakdan. Sonchorakdan bilan ekansiz. Sağ olun. Allah razı olsun. Rahmat sizga. Boshqa yigitlarga aytayotgan bir gapingiz bormi? Sog'chilik, amonchilik faqat ittifoq, ittihod o'zbeklarning ichiga. Yagona orzumuz shuki, o'zbeklarni ichiga ittifoq bo'lsa, ikkichilik bo'lmasa, aka-ukalik bo'lsin. Maşallah yigitlarimiz ko'p, misoli sosyal mediaga ko'p ko'shish qilib, nima qilib yotibdi, Turkiston bayrog'ini ko'tarib, shu boraga nima desiz? Yaxshi gap, ko'p yaxshi. Bir ta'dod do'stlarimiz masalan shu Navro'zni harom deb chiqardilar. Shu an'anani harom deydilar bular. Ya'ni Xudovand taolo yangi kunni Navro'zni kuniga hamma dashtu domanda uyg'otadi, sabza uyg'onadi, daraxtlar gul qiladi. Buni ba'zi kishilar harom deb chiqaribdi.
Hattoki Allohning umriga nimasiga hukmiga ham qarshi kelgan bo'ladilar. Navro'z harom emas, Navro'z bir an'ana, Navro'z bir masoil diniy emas, mazhabiy emas, bir masala farhangi. Buni yoshlar, gençlar tushunsin bo'ladi. Turkiston borasiga nima deysiz? Turkiston borasiga nima deya olaman? Agar bu gençlar ittifoq, ittihod bo'lsa, hamma narsa bo'ladi. Bo'ladi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sizda bu bayramlaringiz, bu nimalaringiz qutlu bo'lsin. Sizga va barcha xalqimizga sizni mediangiz tariqdan Ramazon hayit bayramini va Navruz bayramini chin yurakdan muborakbod aytaman. Umid etamanki xalqimiz bayramlarni yaxshi sifari qilsalar. Ko'p yaxshi, ko'p men xursand bo'ldim. Mashallah Turkiston sho'rosi, Turkiston birligi, O'zbek, Turkman xalqi mashallah bu yerga xeyli faoliyatlar qilyapti. Men faoliyatlarni ko'ryapman, ko'p xursand bo'ldim. Shu boraga nima deysiz? Albatta ki o'zingiz shohidsiz, Turkiston birligi anjumanini 5-kongresi bu yil yanvar oyida bo'lib o'tdi. Undan keyin bizlar hay'at rahbariy sifatida saylandik xalqimiz tomonidan va tinmasdan bizlar xalqimizni tili, tarixi, madaniyati uchun qo'limizdan kelgan ishlarni bajarib boryapmiz. Mana bugun ham shohidsizki, bizlar ko'p bir tantanali shaklda Hamburg shahrida Navruz bayramini va qolaversa Ramazon hayit bayramini yuzlarcha insonlar, albatta aka ukalar, opa singillar, kichkina bolalarni qatnashishi bilan ko'p bir tantanali shaklda bu yerda tajlil qildik. Ko'p yaxshi o'tdi, ko'p qatnashgan, bu birlik barobarlik mashallah ko'p yaxshi bo'ldi. Bundan ham daha yaxshi bo'ladi. Bu birlik barobarlik bunday bo'lib ketaversa, bu sho'roning xizmatini men ko'rdim, ko'p yaxshi. Vaqti Amerikadan, boshqa mamlakatlardan menga yozadi tildoshlarimiz, ko'p xursand. Shu boraga nima deysizlar? Rahmat, sog' salomat bo'ling. Xalqimizni lutfidan, mehribonligidan bizlar ko'pdan ko'p tashakkurlik qilamiz. Bizlar ham Turkiston birlik anjumani albatta O'zbek va Turkman xalqi ki Hamburgda va atrofida yashaydi. Bular ya'ni tinmasdan kecha va kunduz xalqini xizmatida va mana shunday bir yaxshi kunlarni, bayramlarni tajlil qilib xalqini, ya'ni xalqimizni lablarida kulgu va tabassum va baxt saodatlar ularga bizlar hamisha istab qolamiz. Ko'p yaxshi, yana ilgariga barnomalar bormi? Turkiston birligi mayda mashallah harakat qilyapti. Yaxshi birlik barobarlik mana xalqni bir joyga jamlab bir nima qilib, boshqa barnomalaringiz bormi? O'zingiz ko'rib turibsizki, bizlar mana qisqa vaqtda 3-4 oyning ichida ancha yutuqlarga erishdik. Ya'ni xalqimizni o'sha farhangi uchun milliy masalan g'izolarni ko'rib turibsiz bu yerda. Bular albatta o'zlarining shavq aloqamandligi bilan va bizlarning albatta hamkorligimiz bilan bu ishlar bo'lib turibdi. Va inshaalloh bizlar bu barnomalarni oyandalarda yana ham ko'p, ya'ni tezroq olish uchun bizlar harakatlarni qilyapmiz inshaalloh. Barnomalarni ustiga ishlab turibmiz. Rahmat sizga, o tildoshlarimiz, u izlayıcı tildoshlarimizga aytayotgan bir gapingiz bormi? Bizlar hamma tildoshlarimizdan istaymizki, ya'ni o'zlarini bu yerda ya'ni muhojir deb his qilmasinlar. Hamma aka-ukalar, opa-singillar o'zlarini hamisha misliki Afg'onistonda yashayotganday qilib his qilsalar, bizlar inog'alari ularni ham boshiga bormizki, inshaalloh ularni mana shunday bir yaxshi bayramlarni tajlil qilib, tantanali shaklda ularni inshaalloh o'sha musofirat qayg'usidan bizlar yana ularni boshlaridan bu yoqqa qilmoqchimiz. Hamisha istaymizki, Afg'onistonda yashab turganday qilib his qilsalar o'zlarini. Rahmat sizga. Tashakkur. Sizga chiqdimi? Yo'qmi? Chiqmadi. Chiqadi, sizga chiqadi, chonsiz. Maniki tildoshlar berga bunday chaqilish nima qilyapti? Undan sonra bularni bir
hadiya beradi. Mana shunday hadiya, har hadiya chiqayapti. Mana shuni 303. chakilish qilyapti. Chakilish qilyapti. Mana chakilishiga nima chiqadi ekan? Chiroyli qizlarga olqishlaymiz. Mana bir mayda boladan chiqdi. Mayda bolani ko'ryapsizlar. Mana biletiga yozilgan mana hadiyasi berilyapti. Hadiyasi berilyapti. Mana kay mana hadiyani ko'ryapsizlar. Mana shu yerdan mana shunday aralashtirib nima qilmoqchi. Mana bu bolaga bir narsa chiqdi. 113. Sat sensa. Mana shu mayda bolalardan nima qilyapti? Olayapti. Bir o'zingiz olqishlaymiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qandaysiz? Shukr. Yaxshi. Shukr, yaxshi. Shukr. Mashallah, siz nima o'z sunnati Afg'oniston nimasini o'zbek, turkman ko'ylagini kiymabsizmi? Ava haqiqatiz men birdaga bo'lik klay birga. Meni onam aytdi, "Juna ketamiz, men ham keldim." Xabaringiz yo'q edimi? Xabar yo'q edi. Surpriz qildi onam. Ha. Ava. Qanday? Unday afg'on o'z qiyofamizda, o'z sunnati, o'z rasmiyatimizni kiysak yaxshi bo'lmar edimi? Hadman yaxshi bo'ladi, ammo xo'p yo'q edi. Men ham mutazomin dir aytdilar, va yana ketib oldim haddan bir dona. Otingiz nima? Mening otim Muhammad Rizodir. Muhammad Rizo. Necha vaqt bo'ladi Olmangasiz? Men taqriban 10 yil bo'ladi. 10 yil bo'ladi Olmangaman. Nima oila chaqa, bola chaqa shu yergami? Onangiz, dadangiz hammasi shu yergami? Bale, alhamdulillah hammalar shu yerdalar. Xonavona bilan keldik. Meni kokolarim ham shu yerga, degan ammalarim ham shu yerga, xonalarim ham shu yerga. Bu jo'shqili, bu tildoshlar bir yerga nima qilib, bayram qutlab, nimani qutlab, buni qanday ko'ryapsiz? Men haqiqatan bu daf'a avvaldir kiraman va bir raqam shok bor edimki, mana mencha o'zbek bor. Talat mencha o'zbekni bir joy ko'rmadim. Hech ko'rganingiz yo'q edi? Yo'q. Avval bor mencha o'zbek ko'raman. Ha. Mashallah, bu jo'shqili, bu nima? Va Turkiston zaten shurasi bor. Turkistonda o'zini shunday rasmiyat nimasi bor ekan. 10 yil, 20 yil bo'ladi bu davom etadi. Hech xabaringiz yo'qmi? Yo'q, mutassaffan hech xabarim yo'q. Hech xabaringiz yo'q. Yo'q, mutasaffana. Ha. Xo'p. Dunyodagi tildoshlarimizga nima bir deydigan gapingiz bormi? Avval umidoraman hamma sog' bo'lsalar, hamma bir sol jadid, bir sol no va sol puras shodi va umid shuru bo'lsa. Rahmat sizga. Tashakkur ederim. Assalomu alaykum rais sohib. Va alaykum assalom. Navruzlaringiz muborak bo'lsin. Tashakkur. Sizning ham Navro'z muborak bo'lsin. Rahmat sizga.
Maşallah bugün başka raqam bir Navruz qutlama. Xonasi obod do'stani zahmat qildilar voqean. Mehmonlar ham uzoqdan yaqindan keldilar, tashrif etdilar. Bir jahon minnatdormiz bulardan hamki bu ro'zni bizga hanuz ham yaxshi muhimroq qildilar. Tashakkurlik qilamiz ulardan ham. Ko'p yaxshi, böyle jami jo'shlikda jo'shqinlik ko'p yaxshi. Ko'p mukammal misol. Voqean bizani bir timimiz bor, timi ijroiyada va ko'p achala zahmat qildilar. Va biz shunda bir sahnaga muntazir edik, undan ham yaxshiroq bo'lsin deb, olam ko'p yaxshi bo'ldi. Ana te'dodiki bizdan muntazirozdan baland keldilar. Bu yerdagi bo'lgan hamtoborlarimizga, qavmlarimizga bir jahon minnatdormiz. Rahmat sizga, sizni ham bu yerga bir emeklaringiz bor. Rahmat sizga, boyat bu so'ydoshlarimizni bir joyga jamladingiz, bir joyga nima qildingiz, ko'p yaxshi. Tashakkur, sizga ham rahmat, tashakkur. Hop, bu boshqon soyib bu nimaga? Turkiston birligiga. Hali misol siz joy moy nima qildingizmi, qilmadingizmi? Joy tutdingizmi? Bu ofis olaraklarına göre koştunuz. Sonra devam et. Kolunu keser. Tildaşlar Manika yerga Manika berga ovqatlar boshladi. Ovqat Manika olayaptilar. Ovqat olayaptilar. Ovqatlar mana berga hozirlangan. Mana endi mahfil uchun nima qilib ovqat berilyapti. Mana bu yerga ovqat olib boryapti. Ovqatlar mana bu yerga hozir. Maniki avval ayollardan boshladi. Ayollar maniki ovqat olyapti. Mana bu yerga ovqatlar nima qilyapti? Maniki ovqat Mana rasmi ovqat boshladi. Ovqat yeyapti. Olib nima qilib?
mehmon bo'lamiz. Mehri ulfat bela boqib jismida jon bo'lamiz. Mehri ulfat bela boqib jismida jon bo'lamiz. Do'stlarga mehmon bo'lamiz. Ulfat bela boqib jismida jon bo'lamiz. Mehr ulfat bela boqib jismida jon bo'lamiz. Gözler bilan chaqnab yurib, kenalarni yo'qotib biz shod xandon bo'lamiz. Samira Maxtum, olqishlaymiz. Xonadon tilaymiz, muhabbatlaringiz hamisha doim bo'lsin. Rahmat xonim, Hanifa So'yli sizdan. Kattadan rahmat sizdan janob Iso. Marhamat. Xo'p. Hozir esa Farruh do'stlar iltimos etaman, to sahnaga kelsinlar va yetgan zahmatlar uchun o'zbeklar samalak, pishiriqlar, bo'lim oba va boshqa maxsus an'anaviy taomlar tayyorlab mehmonlarni kutib oladilar. Hurmatli qarindoshlar va opa-singillar, Ramazon oyi muhabbat va sabrlik oyidir. Har yil Ramazon oyi musulmonlar uchun muqaddas va ahamiyatli bir oy bo'lib, bu kelishligini har birimiz uchun Allohga yaqinlanish, sabr va toza niyat bilan Tengri taoloning amrini bajarish vaqtidir.
Ramazon